Assalomu alaykum hammaga. Agar ovoz bor degan bo'lsa, xo'p, bugun kursimizni nasib bo'lsa boshlab olamiz. Kursimiz kompyuter tarmoqlari va tizim ma'muriyati, tizim administratsiyasi haqida bo'ladi. Ushbu darsning asosiy maqsadi IT infratuzilmasining ishlash tamoyillarini o'rganish. Ya'ni tarmoq qanday ishlaydi, serverlar qanday ishlaydi, routerlar, umuman hamma komponentlarni o'z ichiga olib, o'sha tarmoq komponentlarini o'rganib chiqamiz. Главный boyagimiz bizda system admin, ya'ni serverlar administratsiyasi bilan shug'ullanamiz. Kompyuter tarmoqlari qanday tuzilishi va boshqarishni ko'rib chiqamiz. Tarmoq administratori kasbining ahamiyati va kelajak haqida so'z yuritamiz. Xo'p, noldan boshlab professional darajagacha yetish uchun kerakli qadamlarni belgilab olamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda biz kompyuter tarmog'i nimaligini bilib olishimiz kerak. Kompyuter tarmog'i bu ikki va undan ortiq qurilmalarning o'zaro bog'lanishi. Ya'ni qanday? Umuman ixtiyoriy qurilmalar bo'lishi mumkin. Misol uchun universitetdagi kompyuterlarning bog'lanishi deymizmi yoki oddiy telefoningizda shu Google ga so'rov yuborasiz va sizga so'ragan faylmi, umuman videomi, rasm ko'rinishida bo'lishi mumkin. So'ragan ma'lumotingizni o'sha server sizga javob tariqasida qaytarsa, bu kompyuter tarmog'i, ya'ni qurilmalarning o'zaro bog'lanishi hisoblanadi. Asosiy vazifasi ma'lumotlar, resurslar va ilovalarni o'zaro almashish hisoblanadi. Tarmoq nafaqat kompyuter, balki telefonlar, printerlar va hokazo qurilmalarni o'z ichiga oladi. Tarmoq qurilmalari mijoz, ya'ni tarmoq qurilmalari qanaqa ishlaydi? Klient server miqyosida ishlaydi, ya'ni klient serverga so'rov yuboradi, server klientga javob yuboradi. Oddiy shu tariqa ishlaydi. Xo'p, kompyuter tarmoqlari qayerlarda qo'llaniladi? Kompyuter tarmoqlari juda ko'p joylarda qo'llaniladi. Mana bu yerda misollar keltirilgan. Kundalik hayotda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, video qo'ng'iroqlar va onlayn ta'limlar va hokazo. Sanoat va transportda zavod uskunalar va transport harakatini boshqarish tizimlari, biznesda ishlatilishi mumkin. Xavfsizlik tizimlarida, ya'ni kuzatuv kameralar va aqlli uy texnologiyalarida. Bugungi kunda deyarli barcha sohalarda yuqori tezlikdagi tarmoqqa bog'liq, ya'ni bu qurilmalarning o'zaro bog'lanishi, o'zaro ishlashi o'sha tarmoq tezligiga bog'liq. Xo'p, ya'ni tarmoq turlariga to'xtalamiz. Tarmoq turlari asosan 3 ta tarmoq turidan keng miqyosda foydalanamiz. LAN, WAN, MAN, ya'ni lokal tarmoq, mintaqaviy, ya'ni shahar tarmoqlari deyiladi ko'pincha, keyin global tarmoq. Lokal tarmoq nima? Bitta bino yoki xona ichidagi kichik mahalliy tarmoqga lokal tarmoq deyiladi. Masalan, o'sha biz bilgan kompyuter xonalarimizni bitta tizimga ulasak, o'sha kompyuterdagi kompyuterlarimiz bitta xonada, ya'ni o'sha xonada faqatgina ma'lumotlar almasha olsa, bu lokal tarmoq bo'ladi. Yoki nafaqat xonada, balki bino miqyosida ma'lumotlar almashishi mumkin lokal tarmoqda. Keyin MAN tarmoq, ya'ni shahar tarmoq, shaharlar miqyosidagi tarmoq. Misol uchun, Samarqand viloyati bo'yicha alohida tarmoq qilishimiz mumkin. O'sha bizning ma'lumotlarimiz, o'sha tarmog'imiz faqat shu shahar miqyosida ishlaydi. Undan ortiq boshqa shaharlarga o'tib ketmaydi, faqat shahar miqyosida ishlaydi. WAN tarmog'i esa, ya'ni global tarmoq bu butun yer yuzi bo'yicha ishlaydi. Butun davlatlararo, qit'alararo ishlaydi. Bunga yaqqol misol internet hisoblanadi. Xo'p, tarmoq turlari qurilmalar orasidagi masofaga qarab belgilanadi. Ya'ni lokal tarmoq, shahar mintaqaviy tarmoq, WAN tarmoqi degan, undan tashqari yana tarmoqlar bor. Biz eng ko'p qo'llanadiganimiz shu 3 ta tarmoq hisoblanadi. Xo'p, tarmoqning asosiy tashkil etuvchilari routerlar, ya'ni yo'naltirgichlar. Turli tarmoqlarni bir-biriga bog'laydi va ma'lumot uchun eng qisqa yo'lni topadi. Bunga bitta misol aytishim mumkin. Siz misol uchun Google dan so'rov yuborsangiz,
Misol uchun nimanidir qidirmoqdasiz, to'g'rimi? Misol uchun Hems dasturini, Hems tizimini qidiryapsiz, Hems tizimiga kirmoqchisiz. Google serverlari qanday ishlaydi? Sizga eng yaqin serverdan ma'lumot uzatadi. Agar boshqa server, o'sha server nechadir millisekund ichida javob qaytarmasa, avtomatik tarzda o'sha routerlar boshqa serverga yo'nalish berib yuboradi и boshqa serverlarga boshqa serverlardan ma'lumot izlay boshlaydi. Bilamizki, Google'ning yer yuzida serverlari juda ko'p. Eng yaqini bizga Qozog'iston deydigan bo'lsak, birinchi navbatda Qozog'istondagi serverga so'rov yuborib ko'radi. Agar u yerdan so'rov javob qaytmasa, avtomatik tarzda boshqa yaqin serverlarga so'rov yuboradi. Switch bor. Switch bitta tarmoq ichidagi qurilmalarni yoki kompyuter, printer va hokazo nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zaro ulaydi, ya'ni bog'lab beradigan qurilma switch deyiladi. Bundan sal soddaroq varianti ham bor. Bu router. Xo'p, server tarmoq foydalanuvchilariga fayl, dastur yoki ma'lumotlar bazasini taqdim etuvchi kuchli kompyuter. Yuqorida aytganimizdek, barcha biz so'raydigan ma'lumotlar o'sha serverdan keladi bizga. Mana IP manzil bor. O'sha IP manzil bizni ma'lumotlarimizni qanday topadi? IP manzillar orqali va MAC adreslar orqali server bizni manzilimizni aniq topib keladi. Tarmoqdagi har bir qurilmaning unikal raqamli manzili bu IP manzil deyiladi. Keyin firewalllar bor. Firewall bu xavfsizlik devori deydi. Ya'ni tarmoqdagi shunaqa trafiklarga cheklovlar qo'yishingiz mumkin, xavfsizlik cheklovlari. Misol uchun har xil taqiqlangan saytlarga kira olmasligingiz yoki universitetlarda bor shunaqa YouTube, Instagram, umuman shu narsalarga cheklovlar qo'yib qo'yibdi, to'g'rimi? O'sha narsalar firewalllar orqali amalga oshiriladi. Biz amaliy darslarda nasib bo'lsa, inshaalloh hamma narsasini ko'rib chiqamiz. Firewall qanaqa ishlaydi, o'zimiz ishlatib ko'ramiz. Server qanaqa ishlaydi, buni o'zimiz ishlatib ko'ramiz. Switchni ko'ramiz, routerlarni ko'ramiz. Hammasini bittama-bitta ko'rib chiqamiz, nasib bo'lsa. Xo'p, tarmoq administratori kim? Tashkilotning kompyuter tarmoqlarini loyihalovchi va sozlovchi mutaxassis. Ya'ni bitta siz tashkilotga, qanaqadir tashkilotga yoki universitet bo'lsin, korporatsiya yoki kompaniya bo'lsin va hokazo, siz sistemni admin bo'lib ishga kirasiz. O'sha yerdagi barcha ma'lumotlar xavfsizligi sizni bo'yningizda bo'ladi. Siz o'sha yerdagi internet tarmog'ini yoki har xil o'sha kompaniyani o'zini veb-saytlari yoki ma'lumotlar bazasi bo'ladi. O'sha ma'lumotlarni tarmoqda 27, ya'ni 24 soat uzluksiz ishlab turishini siz ta'minlaysiz. Foydalanuvchilarga texnik yordam ko'rsatadi va muammolarni bartaraf etadi. Ya'ni qanaqa? O'sha tarmoq bo'yicha qanaqadir muammo bo'lishi mumkin. Kimdir tarmoqqa bog'lana olmasligi mumkin va hokazo mayda-chuyda ishlar hammasini siz bo'yningizga olasiz. Shunaqa narsalar bor. Xavfsizlik choralarini ko'rasiz. Sizni kompaniyangiz ma'lumotlar bazasi boshqa yerda tashqariga chiqib ketmasligini yoki xavfsizligini obязательно siz ta'minlaysiz. Bu sizni bo'yningizdagi vazifa bo'ladi. Qisqacha shu bizniki. Bizdan keyin talab qilinadigan ko'nikma va bilimlar, mana tarmoq protokollarini juda kuchli bilishimiz kerak. Tarmoq protokollarini tushunmasdan turib, biz xavfsizlikni ham, tarmoqni ham uncha ichiga kirib bora olmaymiz. Ya'ni tarmoq protokollari nima? TCP/OCP modellari bor yoki IP MAC adreslar modullari bor. Eng glavnisi OSI moduli. OSI modulini 7 qatlamli OSI modulini chuqur bilmasdan turib tarmoqqa kira olmaymiz. Bu nazariyalarni chuqur o'rganib chiqamiz birinchi navbatda. Keyin operatsion tizimlar. Ya'ni operatsion tizimlarda biz eng ko'p ishlatadiganimiz Linux operatsion tizimi va Windows server. Windows serverdan uncha foydalanmaymiz. Dars davomida Windows serverini ham ko'rib chiqamiz. Asosan Linux serverdan foydalanamiz. Linux serverlar keng tarqalgan va ishlash uchun juda oson, qulay. Hattoki Amerikada ham 80-90% kompaniya va korporatsiyalar Linux serverlari bilan ishlaydi. Qisman Cisco o'rganamiz. Ya'ni siz tarmoqda ulanishlarni, uskunalarni sozlashlarini o'rganasiz. Kabellar bilan ishlashlarini o'rganamiz. Keyin monitoring va diagnostika vositalaridan foydalanamiz. Zabbix bor. Zabbix nima? Bu serveringizdagi
qancha joy qoldi, yana qanaqa ma'lumotlar yuklasangiz bo'ladi. Qisqasi server haqidagi barcha diagnostikalarni o'sha Zabbixdan bilib olsangiz bo'ladi. Yana Zabbixga o'xshagan yana bu pastdagi troubleshooting degan dastur bor. Bu qanaqa? Bu serveringizda qanaqa muammo chiqadigan bo'lsa, o'sha muammolarni ko'rsatib turadi, sizga ogohlantirib turadi. Qisqasi shularni o'rganamiz. Umuman servergacha bo'lgan barcha yo'llarni o'rganamiz. Keyin serverga real proyektlarni qo'yib o'rganamiz. Qanaqadir veb-sayt bo'lishi mumkin yoki Telegram bot bo'lishi mumkin. Hammasini serverga qo'yib, ishlatib, real global tarmoqqa chiqarib o'rganamiz. HTTP bilan chiqarish, HTTPS bilan chiqarish, keyin SSL'lar bilan bog'lanishlarni o'rganib chiqamiz. Qisqasi real proyektlarni ko'rib chiqamiz. Tarmoq administratorlariga bo'lgan talab. Dunyoda va O'zbekistonda raqamlashtirish jarayonlari tezlashmoqda. Har bir bank, shifoxona, maktab va xususiy kompaniyalar IT mutaxassisiga muhtoj. Kiberxavfsizlik e'tibor kuchaygani sari malakali administratorlarga talab ortib bormoqda. Umuman olganda, bu sohaga bo'lgan talab hozirgi kunda hamma kompaniyalar tushunib yetyaptiki, tarmoq administratorisiz ishlash qiyin. Chunki o'sha sizni kompaniyangiz bo'ladimi yoki tashkilotingiz bo'ladimi, xavfsizligini va tarmoqni mukammal uzluksiz ishlab turishini bu tarmoq administratori ta'minlaydi. Shuning uchun hozirgi kunda talab ortib bormoqda. Xo'p, eng qizig'i maosh, daromad darajasi. Boshlanishiga agar junior darajasida bo'lsangiz, serverlar bilan ishlashni, tizim bilan ishlashni, Linux bilan ishlashni, Windows serverlar bilan ishlashni, umuman olganda server bilan ishlashni bilsangiz, 4 million 6 million atrofida deyilgan o'rtacha avvali bundan yuqori ham oylik maosh olishingiz mumkin. Keyin o'rta darajada 8 va 15 million oralig'ida deyilgan yuqori darajadagi senior. Eng zo'r tomonini aytadigan bo'lsam, eng zo'r tarafi mana bunaqa bo'ladi. Siz bitta joyda, misol uchun bitta tashkilotda ishlashingiz qat'iy bo'lgani bilan, lekin siz boshqa kompaniyalarda ham ishlashingiz mumkin. Chunki biz onlayn ishlashimiz ham mumkin. Bir nechta kompaniyalarda ishlashingiz ham mumkin-da. Agar bitta kompaniya, bitta tashkilot bilan bog'lanib qolmaysiz, bir nechta tashkilotlarni ishlarini yuritsangiz bo'ladi. Buxgalterlarga o'xshab, misol uchun buxgalterlarda 4-5 ta tashkilot hisob-kitoblarni yuritadi-ku. Siz ham xuddi shunday 4-5 ta tashkilot tarmoqlarini yuritsangiz bo'ladi. Xo'p. Darsimiz qisqacha shunaqa. Agar darsimiz shu 1-2 oy nazariya, protokollar, qurilmalar hammasini chuqur o'rganganimizdan so'ng amaliy qismga o'tamiz. Amaliy qismda kabellar bilan ishlaymiz, serverlarni ko'ramiz, routerlar, switchlar hammasini jamlab amaliyotda ko'rib o'tamiz. Agar ma'qul bo'lib darslarimiz davom etaversa, haftaga 1 martami yoki 2 haftaga 1 marta borib universitetda o'zida o'sha amaliy qismlarni o'rganib, konsultatsiya deymizmi, dars deymizmi, o'sha o'tib berishimiz mumkin bo'ladi.